Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Demak, bugun apoptoz rivojlanishining ichki yo'llari, ichki mexanizmlarini o'rganamiz. Ya'ni o'tgan safar biz sizlar bilan tashqaridan ta'sir natijasida apoptoz mexanizmlari ishlab ketishini ko'rib chiqqandik. DNA yozilgan DNK shikastlanganda endoplazmatik to'r retikulum stressga uchraydi. Gipoksiya bo'ladi yoki bo'lmasa metabolik stress. Mana shu omillar, mana shu uchalasi BH3 only oqsillari gruppa, ular bitta oila. Ularga BIM, BIT, PUMA, BAT, PUMA, NOXA, BNF shularni aktivlashtiradi. Rasmga qaranglar. DNK shikastlanishi, endoplazmatik retikulum stressi, gipoksiya, metabolik stress, BH3 oqsillar gruppasini, oilasini aktivlashtirib yuboradi. Bular nima ish qilib beradi? BCL2 oilasi bor bizada. BCL2, BCL-XL, MKL1 kiradi. Bular apoptoz bo'lishini to'xtatib turadigan oqsillar. Ya'ni apoptozni ishga tushiradigan BAX va BAK degan oqsillar o'shani to'xtatib ushlab turadi bular. Mana ko'ryapsizlar. BCL2 oilasi ushlab turibdi BAX bilan BAKni. Bizada BH3 only oqsillari aktivlashgandan keyin yuqoridagi ta'sir natijasida bu BAX bilan BAKni yon tomondan qo'shimcha yo'ldan kelib aktivlaydi. Shuning natijasida bular blokirovkadan chiqib ketadi. Endi bular ushlab qolib bo'lmay qoladi. Ya'ni va undan keyin mitoxondrial membrana o'tkazuvchanlik MOMP o'tganmiz, shuni oshiradi bular. BAX va BAKlar oqsillar oshiradi va shuning natijasida mitoxondrial tashqi membrana teshiklari hosil qiladi, teshiklar paydo bo'ladi, poralar va membrana yuzasidagi sitoxrom S, ichki yuzasidagi sitoxrom S va SMAC oqsillari endi sitozolga chiqadi. Ya'ni sitoplazmaga chiqib keladi mitoxondriyadan. Mana ko'ryapsizlar, SMAC va sitoxrom S alohida rang bilan ko'rsatilgan. Va apoptosoma hosil bo'lishi, kompleks hosil bo'lishi. Sitoxrom S APAF1 bilan birikadi va bu kompleks adenozin trifosfataz yordamida, ATP yordamida apoptosomani hosil qiladi. Mana ko'rdingizlar, mishkam chiqyaptimi? SMAC sitoxrom S oqsili hosil bo'ldi. Buni ichidan sitoxrom S kelib APAF1 bilan birikdi, ko'ryapsizlar. APAF1 bilan birikdi va adenozin trifosfataza natijasida bu narsa bo'lgandan keyin ana shu apoptosoma kompleksi deyiladi. Va buning ichida kaspaza 9 ham bor. Sitoxrom S, kaspaza 9 va APAF1. Natijasida kaspaza 9 aktiv holatga o'tadi. Ko'ryapsizlar, apoptosoma hosil bo'lgandan keyin bu narsa effektor kaskadni ishga tushiradi. Ya'ni kaspaza 9, kaspaza 3, 6, 7 ni faollashtiradi. Biz bilamizki, kaspaza 3, 6, 7 lar bu asosiy apoptozni keltirib chiqargan effektor oqsillar. Prakaspazadan ular aktiv holatga, kaspaza holatiga o'tadi. Mana yo'l bizada sxema chiqdi. Va shu signallarni ham darajasiga qarab ma'lum bir darajada tormozlovchi yo'llar ham bor. Ya'ni hamma hujayralar bu yo'lda ham o'lib ketmasligi kerak, ichki yo'l bilan. Biz tashqi yo'l o'tgan paytda tormozlovchi yo'ldan o'tdik. Bu yerda ham bor shular. Bittasi XAAP, X-linked inhibitor of apoptosis protein. Mana ko'rib turibsizlar. Bu kaspaza 9 ni ingibitsiya qilib turadi. Ichki yo'l ishlagan taqdirda ham kaspaza 9 ni bloklab turadi. Ya'ni apoptosoma kompleksi kaspaza 9 ga ta'sir qilganda ham kaspaza 9 birdan aktivlanib ketgan qo'ymaydi. Mana ushlab turadi. Lekin mana bu yerdan mitoxondriya poralaridan boya biz ko'rdik, SMAC bilan sitoxrom S ajralib, sitoxrom S apoptosoma kompleksi hosil bo'lishga ketganda, SMAC bo'lsa kelib o'shangacha mana XLAP ni tormozlaydi. Ya'ni kaspazani 9 ni ushlab turayotgan kuchini pasaytiradi kelib va shuning natijasida kaspaza 9 ni apoptosoma aktivlashtirib olishga yo'l imkoniyat yaratadi. SMAC aytildi, mana shu yo'l bloklaydi va apoptozni davom ettiradi. Va mana shu narsa apoptoz ichki yo'li edi bizada va umumiy sxema chiqdi. Bunda endi mayda mexanizmlar yozilmagan, yaqqol bitta qilib
yozilgan, ya'ni o'rganish oson bo'lishi uchun ichki mexanizm qanday ishlaydi, tashqi mexanizm qanday ishlaydi. Mana bu yerda ko'rsatuvlar ichki mexanizmi, ya'ni sensor oqsillar BCL2lar ushlab turishadi va ular back degan effektor oqsillar bor edi. BCL2 bilan BCL2 ushlab turibdi bular. Back aktivlashdi, mitoxondriya ichidan sitozolga sitoxrom S bilan va boshqa oqsillar chiqdi deyapti. Ular initiator kaspazalarini ishga tushirdi va effektor kaspazlar ishga tushib ketdi deyapti. Ichki yo'lda soddalashtirilgan variant. Tashqi yo'lda fasl birlashdi va initiator kaspazlar ishga tushdi. Ikkita yo'lda birlashgan holati bor. Balki kaspazlar 8 ga borib 9 ga borib taqalishi va shu natijasida endokrin ishlab ketdi va apoptosoma tanachalar hosil bo'ldi va u fagositlar bilan yutildi qilib xulosaviy slayd berilgan yerda turibdi. Endi apoptozda boshqa oqsillar haqida yana bir to'xtalamiz. Biz ko'rib chiqqan paytda bildikki, demak apoptozni bo'lishini xohlaydigan, yuritadigan oqsillar bor ekan va antiapoptoz oqsillar ham bor. Proapoptotik va antiapoptotiklar. Proapoptotiklar apoptozni rag'batlantiradi. Bular kiradi back boya ko'rdik bizlar. Sitoxrom S chiqishini, kaspazani faollashtiradi. Bit bular bax va bakni faollashtiradi. Tashqi yo'ldan kelardi, bitdan T-bit hosil bo'lardi va BAT antiapoptotik oqsillarni bog'lab, ularning ta'sirini neytrallab turishi. Va P53 bu DNK shikastlanishi yoki stressga javoban apoptozni boshlab beradi. P53. Normada P53 tez parchalanib ketadi. Shuning uchun ham biz P53 mutatsiyalarni o'rganishda immunohistoximiyada biz o'zimiz tekshiruv qilamiz. O'smada P53 bormi yo'qmi degan savol bilan bizga bergan paytda ko'ramizda, agar P53 chiqsa, demak bu mutant ishlamaydigan P53 bo'ladi. Ya'ni brak P53 bo'ladi. Normada chunki tez parchalanib ketadi yozilgan turgan bo'lsa. Biz P53 ekspressiya ber desak, demak ishlamaydigan P53 bor ekan. Demak proapoptotik oqsillarning bitta asosiysi ishlamayapti ekan. Shuning uchun ham o'sma endi apoptozga bormayapti, o'lmayapti va bo'linib ketishda davom etyapti degan xulosa bo'ladi va bunda prognoz yomon bo'ladi o'smani. Bunga qarshi dorilar ishlab chiqarilgan. Prima 1 APR 246 degan dori ishlab chiqarilgan. O'sha mutatsiya uchragan P53 ni tiklashga sinovda turib talab preparatlar hozirgi ma'lumotga qaraganda sinovdan o'tmadi degan fikrlar ham bor bo'lardi. Va antiapoptotik oqsillar, ya'ni apoptozni to'xtatib turadigan oqsillar. Bular BCL2, BCL limfoma deb biz abbreviaturani berdik, o'shanga yana qarab olinglar. Sitoxrom S chiqishini va kaspaza faollashishini to'sadi bular. Va BCL2 ni inhibitor qiladigan dorilar chiqqan. Ya'ni apoptozni bular to'xtatib turishga harakat qilib, o'smani o'sishini, o'lmagin endi, o'savergin, bo'linavergin degan signalni berib turgan uchun bularni bloklash kerak. Shuning uchun ham venetoclax chiqarilgan. Bu ishlaydi hozirda va BCLXlar unga qarshi navitoclax chiqqan va MKL1 ular emas BCL chiqqan va mitoxondriya membranasini himoya qiladi. Unga qarshi amazigolibap chiqqan. Buni ingibillaydigan. Filip haqida biz gaplashdik o'tgan safarlar. Kaspazalarning katalitik markaziga bog'lanib, kaspaza kaskadini boshlanishiga to'sqinlik qilib turadigan oqsil bu vaqtda yaxshi to'xtalganmiz sizlar bilan. Va proapoptotik antiapoptotik oqsillarning ahamiyati onkologiyada hozir men aytdim, muvozanat buzilishi, o'sma hujayralari ko'pincha antiapoptotik oqsillarni ifodalaydi, ko'paytiradi o'zida apoptozga qarshi chiqadigan oqsillarni va ushbu oqsillarni o'rganish, oqsillarni bilganimiz uchun ham o'shani bloklaydigan, misol uchun antiapoptotik oqsillarni bloklaydigan yoki proapoptotik oqsillarni kuchaytiradigan dorilar biz ishlab chiqdik va o'smani yengishda bundan foydalanyapmiz. Klinik diagnostikada mana bu bitta P53 ni aytdim men, o'shanga qarab biz o'smani yomon yoki nisbatan yaxshiligini aytishimiz mumkin. Proapoptotik oqsillar shikastlangan yoki infeksiyalangan hujayralarni olib tashlashga yordam beradi. Ya'ni o'sha proapoptozni rivojlantirib beradi, o'sha virus bilan birga o'sha hujayra ketadi, mutatsiya uchragan hujayra ketadi. Apoptoz va nekroz jarayonlarining farqlari degan savol ko'pincha tushadi sizlarga. Endi bu fanda baho olishni tushadi. Bu yerda shu asosiy farqlar berilgan. Biz asosiy keltirib chiqadigan omil
asosiy apoptozni keltirib chiqadigan omil bu fiziologik yoki patologik stimullar. Nekrozda xilma-xil nekroz chaqiradigan guruhlar. Tarqalishi bitta yagona kletga bitta uchraydi. Nekrozda guruhi bilan uchrab ketadi. Nekroz birdan 4, 5, 10 talab hujayraga birdan ta'sir qiladi. Apoptozda ora-orada bitta hujayraga ketadi. Biokimik o'zgarishlar apoptoz katta energiya sarf qiladi. Chunki DNK fragmentatsiya bo'lishi kerak, endonukleozni ishlab ketish kerak. Nekrozda katta energiya talab qilmaydi. Modda almashinuv to'xtaydi, lizosomlar fermentlar ajralib ketadi, bo'ldi. Endi DNKning parchalanishi diffuz parchalanish bo'ladi va hujayra nekroz uchrab ketadi. Apoptozda yig'iladi. Yig'ilib keyin mayda fragmentlar ajraladi. Hujayra membranasi apoptozda saqlanib qoladi. Nekrozda esa hujayra membranasi eriydi, yoriladi kelayotgani. Shakliy morfologik jihatdan bo'lsa, nekrozda shishib, hujayra aytganda yoriladi, eriydi. Apoptozda bujmayib, kichrayib, mayda fragmentlar ajraladi, apoptozik tanachalarga ajraladi va xromatinlar ishlashgan bo'lib qoladi. Yallig'lanish jarayoni, apoptoz atrofida hech qanaqa yallig'lanish jarayoni bo'lmaydi. Nekroz atrofida lekin yallig'lanish jarayoni albatta bo'ladi, chunki sachraydi hujayra ichidagi shu qoldiq moddalar. O'lgan hujayralarni, ya'ni apoptozga yoki nekrozga uchragan hujayralarning ketishi, apoptozga uchragan hujayralar fagosit qilinadi. Yondagi fagositlar bilan yutilib ketiladi. Nekrozga uchragan hujayralar bo'lsa, nitrofillar bilan, makrofaglar bilan, ana shular bilan fagositlanadi. Va o'ng tomonda sxemada shu morfologiyasini yaqqol ko'rsatilgan. Chunki patologiyada morfologiyaga ko'proq e'tibor berish kerak. O'sha nekrozda hujayraning shishishi, membranasining yorilib ketishi va ichidagi suyuqlik atrofga tarqab ketishi yallig'lanish chaqirish. Apoptozda bo'lsa, yadroning fragmentatsiya bo'lishi, fragmentlangan apoptozdagi mayda tanachalar hosil bo'lishi va ularni fagositlar tomonidan akkuratligina qilib yeb yuborilishi yozib qo'yilgan turibdi. Va gistologik rasmda apoptozlik hujayralar qanday ko'rinadi? Mana bujmaygan, yadro kondensatorlangan, zichlangan. Bu yerda ham bunday olib kattatirib ko'rsatgan apoptozlik hujayralar. Va bu yerda ham apoptozga uchragan hujayralar ko'rsatgan, kichrayib boryapti. Mana va jigarda apoptozga uchragan hujayralar. O'lgan hujayralarning tozalanish mexanizmi qanday? Endi apoptozga uchragan hujayralarni qanday qilib fagotsiz bilib qoladi, u keladi yoki sog'lom hujayraga nima uchun fagotsiz kelib tegmaydi? Apoptozga uchragan hujayra plazmatik membranasida fosfatidlardan bo'lgan fosfatidil serin ichki membranadan tashqi membranaga ko'chadi. Hujayraning umumiy membranasidan fosfatidil serin tashqariga chiqadi. Mana ko'ryapsizlar, mana bu belgilar, mana fosfatidil serinni shunday belgilayapti. Apoptozga hujayralar fosfatidil serin tashqariga chiqib qolgan ichkarida. Va mana bu ko'ryapsizlar, tam reseptorlar, prosper reseptorlar bilan kelib fagosit unga kalsiy ionlarini vositachi qilib birlashtiryapti. Va shu bilan o'rab olib tortyapti. Va bu hujayra fagositlar uchun apoptoz tanachalariga aylantiriladi. Endi tirik hujayrada qanday bo'ladi jarayon? Mana tirik hujayralarni ko'rib turibsizlar, o'zini CD31 reseptor bilan fagositni CD31 reseptorlar bir-biriga tekkan paytda ikkalasining kuchi teng bo'lganligi tufayli repulsion signal beradi, ya'ni itaruvchi signal beradi. Va men zarar ko'rmaganman degan signaldan keyin uning yoniga kelgan fagosit orqaga itariladi, ya'ni surib yuboriladi. Va shuning natijasida sog'lom hujayrani fagosit yemaydi. Bu rasmga izoh beriladi hozir. Makrofaglar apoptotik hujayrada CD31 signal susaygan bo'ladi. Shu sababli fagositni CD31 reseptor bilan apoptotik tanachani CD31 reseptori bir-biriga ulangan paytda, chunki parchalanib ketib boryapti-ku bu. Ulangan paytda bu kuchsiz bo'ladi va itarish repulsion signalni bera olmaydi. Fagosit o'zida itarib yubora olmaydi. Fagosit bundan foydalanib o'zini qo'shimcha engulfment reseptorlar deydi. Mana shu MER, TK, AXL, TIM4, Stabilin 2 mana shular nomlari hozir aniqlanganda, shular orqali apoptotik tanachani o'ziga yopishtirib oladi va o'rab oladi. Va o'sha bilan apoptotik tanachani qoplab olib, bu yo'q qiladi.
apoptoz jarayoni tezlashuvi yoki sekinlashuvi bilan bog'liq holatlar qaysilar? P53 oqsilni aytdim man, agar mutatsiyaga uchragan bo'lsa, apoptoz jarayoni to'xtatiladi, natijasida xavfli o'sma kasalliklari kelib chiqadi. Ular bemalol ko'payib ketaveradi. Yoki potensial xavfli limfositlar apoptoz jarayonining sekinlashuvi avtoimmun kasalliklarga sabab bo'lishi mumkin. Ayrim turdagi neyronlarda mutatsiya yoki noto'g'ri oqsillarning sintezi ularning apoptozga sabab bo'ladi, ya'ni neyrodegenerativ kasalliklarni keltirib chiqaradi. Biz o'tdik Altsgeymerda o'shanda hosil bo'ladigan mutant oqsillar yig'ilishi natijasida va ishemiyada, ko'pgina virus infeksiyalarda hujayralar apoptozni tezlanish oqibatida ular nekrozga uchraydi. Ular apoptozni ixtiro qilinish, topilish haqida olimlarni aytib o'tishimiz kerak. 70-yil oxiri, 80-yilda boshlarida John Sulston, Sidney Brenner chuvalchangda o'rganadi apoptozni va o'sha shajara daraxtini qilib chiqadi u narsani. Brenner bo'lsa genetik model sifatida tanitadi. 80-yillar o'rtasiga kelib bo'lsa Robert Horvitz apoptoz uchun mas'ul genlarni SED3, SED4, SED9 larni aniqlaydi. 90-yilga kelib bu genlar odamlarga ham xuddi o'sha shakllarga aniqlanib, ularga BCL2 deb nom beriladi. BCL2 oilasi va Kaspazar sifatida taniladi. Shundan aniq bo'ladiki, demak odamda ham apoptoz mexanizmi xuddi o'sha tamoyilga asoslangan ekan deydi. 2002-yilga kelib bo'lsa, mana 70-yil, 80-yilda boshlangan ishlar aradan 20 yil o'tib, bularning barchasiga Nobel mukofoti beriladi. Hujayraning ichki kiritmalar turlari va patologiyasi haqida biz sizlar bilan o'tganmiz. Shu bilan apoptoz mavzusini yakunladik desak ham bo'ladi va keyingi mavzumuz bizga yoki yallig'lanish haqida yoki o'sma kasalligi haqida bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.